Assalomu alaykum, hormaylar, charchamayapsizlarmi? Anchadan beri YouTube'da chiqmay qo'ydik. Bugun sizlar bilan необычный qanaqadir video qilamiz. Необычный deganim obzor emas, boshqa emas, shunchaki Koreyada Seul shahrida mana shunaqa luxury karlar sotiladigan bitta joy bor, xullas. Shu joyda hozir birgalikda bitta mashinalar ko'rib ketaveramiz. Narxi bilan tanishamiz, yili bilan tanishamiz. Yangilari ham bor, buvlari ham bor. O'zbekistonga ketadigani bor, O'zbekiston emas, SNG davlatlarga to'g'ri keladiganlar bor. Bitta ko'rib chiqaramiz. Qani ketdik. YouTube'da bilasizlar, svobodni bemalol gaplashadigan joy. Instagramdan charchab ketadi odam. Qisqa 1 minutga yetmay qolish kerak, boshqa qilish kerak, ko'p gapirib borsa rekka chiqmay qoladi. YouTube'da bemalol gaplashamiz. Balkim videomiz cho'zilib ketadi, lekin harakat qilaman yaxshiroq informatsiya berishga sizlarga. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Porsche mashinalar bor, Ferrari mashinalar bor. Hozir любой bittasini olamizda. Narxini sizlar bilan bilganlikda bugungi kurs bilan hisoblab ketaveramiz. Masalan, bizda mana CLS 450 formatik turibdi. Oqqa qora salon, probegi 50 ming ekan. Bu yerda aytishicha 62 million won. 62 million wonni bugungi kurs bilan hisoblab ko'ramiz. Hop, 1400 примерно 70 kursimiz. 42.100 dollar ekan. Endi bu 2023-yil 5-oy ishlab chiqarilgan ekan. Вроде бы toza mashina. Endi bu narsalar qiziq bo'lsa yana daskanalni ko'rib ketaveramiz. 42.100. Bu nima degani? Bu Koreyaning ichidagi narxi. Endi bunga logistika qo'shiladi va rastamoshka. Masalan, O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Bu 1 yoshdan oshib qolgan, iloji boricha 1 yoshga to'lmagan mashinalar olib kirsak to'g'ri bo'ladi O'zbekistonga. Bu mashinani demak Qirg'izistonga, o'sha SNG davlatlar, kim Qozog'iston, bo'lmasa Dubayga, nimaga arab davlatlariga ham, xullas Yevropa davlatlariga ham jo'natsak bo'ladi. Yevropa mashinasini Yevropa davlatlariga taklif qilyapti. Bu ahmoqmi degan fikr kelishi mumkin, lekin hozirgi kunda shunaqa bo'lyaptiki, Koreyadan Yevropaga juda ko'p mashinalar ketyapti. Yangi emas, aynan bu mashinalar. Demak, Yevropadan qaraganda arzon ekanki, shu yerdan olishni boshlayapti. Shunga sekin Yevropadan ko'rib turgan o'zbeklar, tadbirkor akalarimiz bo'lsa, bemalol qilib chiqarasizlar. Xo'p, keyingi mashinamiz Lamborghini Urus S komplektatsiyada, demak 2024-yil 7-oy, birkasi menimcha 2024-yil 3-oy. Bu yerda Koreyada shu narsa bor. Nimada dokumentida yozib qo'yadiki 2024 7-oy, 8-oy nima uchun? Bu tinroq deb qo'yadi, haligi registratsiya bo'lgan, ya'ni nomer taqqan kuni. Lekin ishlab chiqarilgan kuni sal oldinroq bo'ladi. Xo'p, bu 2024-yilgi mashinamiz, xullas. Bu ham Dubayga juda ham qulay bo'ladi. 200 qancha dedik? 248.300 dollar. 7200 km yurgan xolos. 4 объем benzin mashina. Juda ham chiroyli, yashil rangda. Diskalari qora. Supportlari ham yashil, juda ham kombinatsiya chiroyli. Buni performante degan nimasi ham bor. Bu ko'proq karbon bo'ladi. Bunda karboni kamroq. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, salon yopiq ekan, uzr. Salon xullas qora bilan yashil strochkalar bilan kombinirovanный ekan. Hozir ketib qoldi egasi, imkon bo'lsa ko'rsatamiz. Porschelar narxini yozmabdi. To'g'risi hozir bularga bitta telefon qilib, narxini so'ragani odam erinyapti. Keyin hali karisga telefon qilsa, olasanmi o'zi degan savol berib qolsa, g'alati bo'lib qoladi. Biz shunchaki obzor qilyapmiz. Shunchaki Koreyada nima mashinalar borligini bir ro'y ko'rsatib o'tish niyatimiz. Xo'p, tez aytib o'tib ketaman. GT63S 2021-yil 44 ming yurgan ekan. Narxini yozmabdi, lekin buni ham palakat. Yozib qo'ysa bo'lmaydimi? Buni ham narxini yozmabdi. Hozir birgalikda yana ko'ramiz. Xo'p, keyingi mashinalarimiz bittasi mana qarang. Oq matoviy gelik. Bu edition varianti edi. O'sha paytlar rosa ko'p sotganmiz 2022-yillari. Oq matoviy gelik, rombik salonda, qizil salonda bo'lardi. Double night paketi bor. Night paketlari bor. 2022-yil ishlab chiqarilgan, 25700 km yurgan ekan. Narxi 235 million won ekan do'stlar. 235 million wonimiz. Bo'lamiz 1470. 159.863 dollar chiqdi. Wonda ham aytib o'tib ketyapman shu to'paligi. Kurs juda ham tez o'zgaradi Koreyada.
Bu avtomobilimiz esa 2024-yil Dore Styling 25 ming yurgan ekan bu ham. Hop, 203 million won. Qaranglar, buni narxini qaranglar-da, uni narxini qaranglar. Narxi 2022 bo'lsa ham aniga qimmat. Sababi bu edition variantda, unaqangi kim chiqmadi menimcha. Bu 138 ming dollar chiqadi, 203 million won. Xullas, geliklarimiz shunaqa. Yana hozir bitta ko'rib ketaveramiz sizlar bilan. Narxi yozilgan mashinalar hisoblab ketaveraman. Mana qaranglar, Porsche 2018-yil 112 ming yuribdi. O'zi ham taksida yurganmi? 89 million 900 ming won ekan. Hop. Bu mashinamiz 61 ming 156 dollar. Menimcha arziydi. Kabriolet, cho'tki mazza haydab yuradigan, hozir sezon kelyapti kakras. Bu yerda ham Porsche ham suribdi, hozir bitta ko'ramiz. Porsche har xil mashinalardan. Narxi yozilgan aytib ketaveraman. Buni narxi yozilmayapti lekin. Hop. Yana nima bor? Yangi Gelik bor ekan. Buni narxini primerni bilaman. Bu 250 million won atrofida turadi. 250-255 million won atrofida. Bu dizel varianti. G450 dizel. Bundan sotdik, o'shaning uchun narxini primerni bilaman. Hop, BMWlarni bitta ko'rsataylik ham. BMW avtomobilimiz, buni ham narxini yozmayapti, falokat. Buni narxi menimcha 2024-yil 9-oy bo'lsa 10 ming yurgan ekan. Menimcha 120 million won atrofida bo'ladi. Bu degani bu BMW X6 40i M Sport. 120 million hisoblab turaylik. 1470. 81.600 dollar atrofida chiqar ekan. 2024-yil. Kimga kerak bo'lsa, bemalol qo'shqo'rasizlar. Xohlagan davlatlaringizga. O'sha yoqqa odam oyog'i yetgan bo'lsa bo'ldi, yetkazib beramiz. Xo'p, Porschelar ko'p ko'rsatdik. Mana bu yerda qiziqroq narsa bor ekan, mana elektromobilchilarga. Xo'p, 2024-yil, qara, 2024-yil ishlab chiqarilganda, lekin 2025 registratsiyadan o'tgan deyapti. Ya'ni 2025 model demoqchi. 15 ming kilometr yuribdi. EQS 580 formatik ekan. Buni narxini pas zaprosi deb qo'yamiz. Buni ham narxi yozilmagan ekan. Agar kimga qiziq bo'lsa, lekin mana shuni demak O'zbekistonga tortadi. Elektromobillarda do'stlar 3 yoshgacha to'lganini olib borsak bo'ladi. Ya'ni 24, 25, 26 ni olib kirsak bo'laveradi. Rastamoshkasi bir xil chiqadi. Ya'ni elektromobilda 1 yoshdan oshganlariga nimadir qimmat chiqib qolmaydi. Lekin 3 yoshdan oshib ketgan bo'lsa, ularga utilizbor ko'proq chiqadi, rastamosh ko'proq chiqadi. Yana bir narsa, elektromobilga rastamoshga chiqmaydi degan fikr g'irt noto'g'ri. Elektromobilga bojxona nimalari chiqmaydi-yu, lekin utilizatsiya yig'imi va 12% NDS undiriladi. Faqat kamroq chiqadi shu. Xo'p, qiziq mashina chiqib qoldi. O'zbekistonga proxodni 2026-yil ishlab chiqarilgan 0 probekti ekan. Xo'p, GT 43 AMG. Buni narxi 155 million won ekan. Dollardagi narxi esa 105.400 dollar bo'lar ekan. Yangi 0 probekda qoraga qora salon. Xo'p. Buni qiziq deganim, hozir bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Koreyada inomarkalarda qayerdadir ishlab chiqarilgan original emas deb o'ylashadi. Buni qaranglar, mana kakras sizlarga isbot. Mana bu oxirdan sanaganda mana 8-nimasi T, ya'ni 2026 degani. Bu yoqda esa mana Made in Finland deb yozib qo'yibdi. Finlandiyada ishlab chiqarilgan ekan. O'sha Yevropada sotilayotganlar ham, Dubayda sotilayotganlar ham, yana boshqa joyda, Amerikada sotilayotgan ham mana shu joyda ishlab chiqariladi. Hammasi bitta joyda ishlab chiqariladi. Bu yoqda qanaqadir podoriginal, kitayskiy, u yerda koreyskiy zborka degan narsa yo'q. O'sha yerda ishlab chiqarilib, Koreyaga import bo'lib kelib, keyin bu yoqda sotiladi. Xo'p, nima uchun Koreyada arzon u bu mashina Yevropada qimmat deydigan savol bo'lib qoladi. Bu savolga o'zim bilgancha javob beraman. Chunki Koreyaning ichida taks deydi, anaga boj to'lovlari arzon. Va hozirgi kunda wonda dollarga nisbatan kursi past, ya'ni dollar kursi baland. O'shaning hisobiga dollarda biz sotsak dollar sotamiz-ku O'zbekistonga yoki boshqa davlatga. Arzon tushib qoladi. Shuning hisobiga Koreyadan ba'zi bir modellari arzon. Ba'zi birlari qimmat. U modellar bu yerda olinmaydi-da, ham o'sha Yevropadan olinaveradi. Shu. Bitta o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar mana.
20R diskada ekan, R20, to есть diskada ekan. GT43. Juda ham chiroyli. Xo'p, keyingi mashinamiz Ferrari'dan bitta ko'rsatib ketaylik. SF90 Spider mashinamiz 2023-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan ekan. 6700 km yurgan, xolos, 6755 km. Bunning narxini hisoblasak, $400,000 atrofida chiqyapti. Oq rangda, qizil salonda. Juda ham chiroyli kombinatsiya. Ko'ryapsizmi, 2023-yil ishlab chiqarilgan bo'lsa ham juda ham kam yurgan, toza yurilgan. Mana shunaqa mashinalarda bemalol xarid qilsa bo'ladi. Keyin O'zbekistonga 1 yoshga to'lmaganini olib kirsa yaxshi dedim-ku boya. 1 yoshdan 3 yoshgachasini olib kirsak ham bo'ladi, faqat rastamishka sal ko'proq chiqadi. Lekin mashinani bu yoqdan juda ham arzon olsak, o'sha 2024-25larni ham olib kirsak bo'laveradi. Rastamishka ko'proq to'laymiz, lekin mashinani arzon olganimiz hisobiga, demak, bir-birini olib ketaveradi. Xo'p, keyingi yana bitta mashinamizni ko'rib turibmiz. Porsche Carrera Cabriolet GTS ekan. Tour GTS da endi 2023-yil 2-oy ishlab chiqarilgan ekan. 37800 km yuribdi. 203.500.000 won ekan. Bu degani 1470 ga bo'lamiz. $138.435 chiqdi. Yana bitta mashinamiz Carrera S 2020-yil 2700 km yurgan qaranglar. Rixillari вообще haydalmagan. 165 million won. Narxi dollarda $112.244 chiqyapti. Seriya svet. Lamborghini Urus SE. Xo'p, 2026-yilgi modelidan boshlab Lamborghini Urus Koreyada, endi hozircha bilganim Koreyada faqat SE chiqdi. Ya'ni bular plug-in gibrid. Mana 2025-yil 12-oy ishlab chiqarilgan ekan, 0 probekti. Qizilga qora salon ekan, adashmasam, qizil strochkalar bilan. Xo'p, bu mashinani hozir bu yerda narxini yozmabdi, lekin primerdan bilamiz. Shu 460 million, 470 million won atrofida. 1470 ga. $212,000 atrofida ekan. Bundan bitta olganmiz. Yaqinda yaxshi to'liq obzor qilamiz. Instagramga ham, YouTube'ga ham. Xullas kalom, bundan problema yo'q. Lamborghini Urus SE faqat shunaqa komplektatsiyada kelgan. Hammasida mana bu yerda karboni bor. Karbon keramika oporni diskalar, supportlari bunday qizil ekan. Diskalari hammasi deyarli bir xil kelgan. Mana shunaqa katta 23 diskada kelgan. Bir xil stil. Xo'p, mashinalarni ko'rishda davom etamiz. Hozir to'g'risi bu video shunaqangi случайно olindiki, hech qanaqa tayyorlanganim yo'q, boshqa qilganim yo'q. Hayolimga kelgan narsani aytib ketyapman. Iloji boricha Telegram kanalimizda, Instagramda обязательно kuzatib boringlar. Bu yoqda ko'proq informatsiya bo'ladi, ko'proq obzorlar bo'ladi, kunlik storieslar bo'lib turadi. YouTube'ga ham tez-tez olishga harakat qilamiz. Oldin постоянно YouTube'ga yaxshi olardim, hozir vaqt bo'lmagani uchun ololmayapmiz, lekin xudo xolasa shu narsani ham tez-tez yo'lga qo'yishga qaror qilganmiz. Xo'p, yo'l kiralar masalasini gaplashib o'taylik. Buni hamma videoda aytaman. Endi bu videoni birinchi marta ko'rib turganlar bor, o'shaning uchun aytib o'tib ketmoqchiman. Hozirgi kunda 5200-5300 atrofida ekspress dostavka O'zbekistonga. Ekspress dostavkamiz 20-22 kunda yetib boradi. Xo'p, sal mundoqroq dostavka bor. Polo Express, yarimta ekspress dostavkamiz bor. U 4300 atrofida deylik. 4300 atrofida 30 kun atrofida yetib boradi. Undan ham arzonroq yo'llari bor. Unisi endi har doim o'zgarib turadi. Balki 3800 shunaqa tushadi. Unisi 35 kun, 40 kunda yetib boradi. Ekspress dostavka nimasi bilan farq qiladi? Bularda uchalasining farqini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bu birinchi ekspress dostavkamiz Xitoygacha karabilda boradi. U yog'iga dalshi furada ketadi. To'liq furada. O'zbekistonga o'sha siz aytgan joygacha yetib borguncha furada ketadi. O'shaning uchun ham juda ham tez yetib boradi. Ikkinchi variantimiz yarmigacha poyezdda yuradi. Undan yog'iga yana furada ketadi. Yarmigacha deganda qanday? Xitoygacha hozir karabilda yetib boradi. Xitoydan yog'iga Qirg'iziston chegarasigacha poyezdda yetib boradi. Undan keyin Qirg'iziston chegarasidan O'zbekistongacha furada kirib boradi. Bu o'sha 30 kunligimiz. Eng arzoni esa faqatgina poyezdda ketadi. Ya'ni Xitoygacha olib boramiz. Xitoydan yog'ida Cheris Qozog'iston aylanib temir yo'lda kirib oladi. O'shaning uchun eng uzoq, lekin arzon. Xo'p, ekspress dostavkalar yoz, ya'ni
qor bo'lmagan paytlari juda ham zo'r ishlaydi, maksimalni tez kirib boradi. Qishda endi ozgina astroq yuradi, sababi anaqa. Yo'llarimiz muzlaydi, boshqa bo'ladi, qor bo'ladi, ozgina pastroq. Bu O'zbekiston uchun edi. Dubay, Yevropa uchun, Rossiya uchun yetib borish muddatlari deyarli o'zgarmaydi. Sababi bular faqat kорабльda ketadi. Kорабль esa как samolyotga o'xshab aniq chiqib ketadigan kuni ham aniq, yetib boradigan kuni ham aniq bo'ladi. Shuning uchun ular muammosi yo'q. Dubaygacha, Jebaraligacha 24 kunda kirib boradi. Saudiyagacha 30 kunda kirib boradi. Shu ham 24-30 kunda kirib boradi. Xullas kalom Yevropagacha 45 kunda kirib boradi, mana shunaqa. Ular muammo emas. Rossiyaga mana bir qadam Vladivostokka 2 kunda yetkazib boramiz, muammosi yo'q. Vladivostokdan yana qayergadir jo'natish kerak bo'lsa, uni ham hal qilamiz. Xo'p, keyingi mashinamiz do'stlar Gelik bo'ladi. Gelikni обычныйsi emas, bu dizel varianti, G450 dizel. 2026-yil ishlab chiqarilgan, rangi Emerald Green, saloni esa qora rangda. Buni narxi 236 million wonda, dollarda esa 236 millionimizda bo'lamiz. 1470, 160.544 dollar chiqyapti. Bu Koreyadagi narx. Xo'p, bu avtomobilimiz ham benzin bilan kuzovi deyarli bir xil, faqatgina bamperida, ba'zi bir joylarda, demak, vyxloplarda demak farqi bo'ladi. O'zbekistonda dizel hozir kunda sekin-sekin bemalollashyapti. Oldin dizel desa bir qanaqadir traktor mashinalar xayoliga kelardi. Ajoyib eski bir narsa mashinalarga quyiladigan bir gazel, pazel mashinaqalarga quyiladigan narsa xayol kelardi. Hozirgi kunda mana dizel ancha omonlashdi, ancha arzonlashdi, tozalari kirib kelgan, rossiyskiy dizellar bor. Demak, O'zbekistonga ham olib haydasak bo'ladi. Bitta ko'rib baho berasizlar. Xuddi shu mashinani, demak, qoraga qizil salonligi ham bor. Uni ham iloji bo'lsa hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Lekin ikkalasi ham hozir stokda. Bu ham xuddi shunday. Geliklar hammasi Avstriyada ishlab chiqariladi. Bu yerda mana yozib qo'yibdi. Eshigini yonidagi birkalarda ham yozib qo'ygan. T harfi yana 2026-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Hech qanaqa falshiviy gelik emas, qanaqadir kitayskiy gelik emas, original Avstriyada ishlab chiqarilgan gelik. Geliklarda ham Koreyada ikki xil komplektatsiyasi bor. Bunisi oddiy G450 dizel bo'lsa, yana bittasi bor, manufaktur bor, ya'ni rombik salonlik. Rombik salon o'sha sidinasi rombik nimada tikilgan bo'ladi. Bunda esa oddiy qora. Eshiklarimizda ikkinchi radida podogref bor, klimat kontrol bor ikkinchi radimizda ham. Burmester akustika. Birinchi radimizda podogref, obduf demak funksiyalari bor. Eng qiziq tarafidan biri patolog alkantara. Patologini ham ko'rsatib qo'ying. Patolog alkantara plus patologida ham demak kolonkasini ko'rishimiz mumkin. Bu oldinlari chiqmasdi, mana shu restalingda patologda demak kolonkasi bilan chiqyapti. Xo'p do'stlar, orqamizda Cadillac Escalade turibdi. Bu kaltasi. Busini ko'rsatish niyatim yo'q, faqatgina shu narsa bizda bor degan ma'noda ko'rsatib o'tmoqchiman. Yangisini longini eng full option o'rtada ikkinchi radida anaqa bo'ladi, bari bo'ladi. Nimalari ham chiqadi, taburetkalarigacha chiqadi. Xullas monitori bor, eshiklari o'sha elektrondan ochilib yopiladigan. O'sha 2026 eng fulli longi. Hozirgi kunda Koreyada 149.600 chiqyapti. 149.000 atrofida deylik. Xo'p, shortini ham qilib beramiz. Bu narxlar hammasi nima deydi? Fiksirованный narxlar emas, bular hammasi o'zgarib turadi. Bemalol tushiramiz. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiroyli narx qilib berishga harakat qilamiz. Xuddi o'shani mana shunaqa kalta variantini 129.000 atrofida qilib berar ekanmiz. Bu Koreyadagi narxi. Kalta varianti ham o'sha long bilan deyarli hamma narsasi bir xil bo'ladi, faqat o'rtada bar bo'lmaydi. Kapitanskiy sideniya bo'ladi. Longida boyagi salonlari ham rombik salon bo'ladi. Xullas kalom eng full. Buni obzorlarini ham alohida o'zimizga kelsa qilib beramiz. YouTube ga ham qo'yamiz, Instagram ga ham qo'yamiz. Shunchaki bir og'iz ko'rsatib ketmoqchimiz.
Xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat bu 2025-yil ekan. Bizda o'sha 2026 birkaliklarni ham olsak bo'ladi. Birroq ko'rsatib o'tamiz diskalari, tashqi ko'rinishlarini. Ha, yana bularni Platinum Sport Platinum bor, Prosta Platinum bor. Bu demak Sport Platinum, o'sha Night paketda bo'ladi. Prosta Platinum ana ular chetlari demak nikkelli bo'ladi. Yaltiroq oq nikkelli bo'ladi. Keyingi bitta mashina ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Xo'p, buni ham obzorini to'liq qilamiz. Hozir bu mashina sotilgan ekan. Bu GLC 300 Coupe. Bu edition varianti 140 yillikka anaqa moslashtirib deydimi, nima deydi? Nishonlab 140 dona chiqarilgan xolos. Shundan xudo xolasa bizda ham yetarlicha bor. Kim nechta olmoqchi bo'lsa topib beramiz. Buni narxini do'stlar qanaqa qilib beramiz? Bu anchagina budjetli mashina. 114 million won. 77,5 ming dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa bu Koreyadagi narxi bo'ladi. Hammasi bir xil rangda chiqqan. O'sha Alpine Grey, mana bu o'sha mashhur ranglardan. Saloni esa korishniy. Hammasi absolyutno bir xil. Bularni diskalari mana shunaqa parallelli katta diska bo'ladi. Night paketda bo'ladi. Ani qora elementlar bor, bakoylar hamma joyi qora. Faqat shunaqa narxda rangda chiqqan. Narxi ham bir xil. Nechta kerak bo'lsa topamiz. Kupesi ham bor, buni SUVsi ham bor. Xudo xolasa kimga nechta kerak bo'lsa qilib bera olamiz. Do'stlar, mana bu yerda Range Rover ko'rib qoldik. Bu ham xuddi shunday, как пример ko'rsatyapman. Bu Range Rover SV 2024-yil ishlab chiqarilgan ekan. Buni ham 2026-yilgisini, keyin buni Range Roverlar o'zi bizda asosiy yo'nalishlarimizdan biri bo'lib qolgan. Sababi eng ko'p chiqarganlardan deb bemalol ayta olaman. O'zbekistonning o'ziga adashmasam partnyorlarimizga rahmat, o'sha ishonch bildirib olganlarga rahmat. Juda ham ko'p chiqarganmiz, adashmasam bir 100 dan ortiq chiqib ketgan. Bu haligi balandparvoz gapirish emas, realniy raqamlar. Shunchaki havodan olib aytayotganim yo'q. 100 dan ortiq Range Roverni O'zbekistonning o'ziga chiqarganmiz. Bu bitta meni o'zimni aniga chiqarganimni nimasi, soni. Bundan tashqari, bizdan tashqari haligi nechta eksportyor bo'lgan bo'lsa, ular ham chiqarishgan. Xullas qalom O'zbekistonga son-sanoqsiz kirgan, juda ham ko'p kirgan Range Rover. SUVlardan kamroq kirgan. SUVlar ozgina qimmat yuradi. Hozirgi kunda SV 2026-yilgi narxi, o'rtacha narxini aytib o'tib ketaman. 175 ming dollar. To'xtab turing. Adashdim. Uzr. Hozirgi kunda SUVlarning o'rtacha narxi 279 ming dollar atrofida. Koreyadagi narxi. Endi ko'pchilik Range Rover oladiganlar biladi. P530 bizga o'sha ko'p jo'natganimiz P530 bo'ladi. Long, short, ya'ni uzuni, kaltasi, avtobiografiyalar. Ularning narxi hozirgi kunda 198 ming, 199 ming atrofida bugungi kurs bilan. Bizda asosiy yo'nalishimiz deb bemalol ayta olaman. O'shaning uchun Range Rover bo'yicha bemalol aloqa chiqarasizlar. Kimga nechta kerak bo'lsa qilib bera olamiz. Qo'limizdan kelganda maksimal tez olib chiqib eksport qilib bera olamiz. Range Rover Sport deymizmi, P530 deymizmi, P615 deymizmi, har qanaqa xilini, Defender deymizmi, olib chiqib bera olamiz. Hozir bitta narsa xayol kelib qoldi. O'zbekistonning o'ziga Range Rover shuncha ko'p chiqarganmiz. Undan tashqari Dubayga, SNG davlatlariga, Arab davlatlariga umumiy olib qaraganda juda ko'p. Adashmasam 200 dan ortiq, 300 ga yaqin. Kimga isbot kerak bo'lsa, konkret isbotlab bera olamiz. Xullas, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kimda yana qanaqa savollar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar, qo'limizdan kelgancha javob beramiz va o'sha savollarni keyingi videolarda aytib o'tib ketaman, javoblarni aytib o'tib ketib olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Bizga ishonch bildirib, bizdan xarid qilib turganlarga katta rahmat. Olmoqchi bo'lib turganlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.